Diqqətinizdə Şvetsiyadakı Xitoy elçixonasiga chetilgan jasusluq delosi va uning bosh oxiri nomli hujjatlik radio programmasining jasusning qo'lga ilinishi nomli birinchi qismi 2009 yili 6-oyning 4-kuni. Sahar vaqti soat istiralkisi 8dan 30 daqiqani ko'rsatib turibdi. Puxrachi kiyingan 16 nafar SAPO xodimi, ya'ni Shvetsiya davlat xavfsizlik idorasining xodimlari Stockholm shahrining janubiy rayonidagi Roksville mahallasida 3 qavatlik bir aholi binosini jimjit kuzatib turibdi. Saat 10dan sal o'tganda Shvetsiya adolat ministrligidan jasus gumondorning uyiga besib kirib, naq maydonda qo'lga olish buyrug'i yetib keldi. Yozma buyruq yetib kelishi bilanla puxrachi kiyingan soqchilar nishonga ilingan uyga bostirib kirdi. Jasus gumondori naq maydonda qo'lga ilindi. Yozma buyruqda berilgan huquq bo'yicha Shvetsiya xavfsizlik xodimlari gumondorning uyini aqtirdi. Soqchilar gumondorning uyidagi kiyim ishkobiga esilgan bir kostyumning yonchug'idan 100 ming shved kroni, yana bir chaponning yonchug'idan 10 ming shved kroni bo'lib, jami 110 ming kron naqd pulni qo'lga tushirdi. Undan boshqa bu uydan yana Shvetsiyada aktiv faoliyat olib berayotgan Uyg'urlarning tizimligi, telefon nomeri, uy adresi hamda ularning vatandagi bevosita urug' tuqqanlarining uchurlari yozilgan materiallar qo'lga tushdi. Shu kuni kechda bu xabar Shvetsiya davlat televiziyasida berildi. Säkerhetspolisen har gripit en svensk man som misstänks för grov olovlig underrättelseverksamhet. Shvetsiya davlat xavfsizlik saqchilari bugun etigan Stockholmning ma'lum rayonida o'ltirishib, Shvetsiya vatandoshligiga bir nafar jasus gumondorni qo'lga oldi. Egalligan xabarlardan ma'lum bo'lishicha, mazkur jasus gumondori Shvetsiyadagi siyosiy ko'chmanlarning uchurini qonunsiz to'plagan hamda Stockholmdagi Xitoy elchixonasining maxfiy axborot to'plash planiga moslashib, shpionlik qilgan. För den kinesiska underrättelsetjänstens Skandinaviya yarim orolidagi bu tinish el larziga keldi. Shvetsiyadagi soni oron 500 ga yetadigan Uyg'ur jamoatchiligi hayronlik va aloqazorlikka cho'mdi. Shvetsiyadagi 1 millionga yaqin ko'chman ichida soni eng oz to'pliq hisoblanadigan Uyg'urlar orasidan jasuslik qilmishi bilan tutilgan bir gumondorning o'ttirg'i chiqishi butun dunyodagi Uyg'ur jamoatchiligini haqiqatan vahimaga solgan edi. Ertesidan boshlab bu xabar Shvetsiyadagi cho'ng kichik gazetlarning bosh betida ulab besildi. Shvetsiyaning shu vaqtdagi bosh ministri Fredrik Reinfeldt muxbirlarni kutib olish yig'inida bu haqda maxsus bayonot berdi. Kommenterar statsminister Fredrik Reinfeldt gripandet. Regeringen fattar beslut om att väcka åtal mot en person för Davlatimizda bayqalgan jasus gumondorni qo'lga olish hamda bu vaqtda keskin qaror berish masalasida Shvetsiya hukumatı qiyin tanlash qilish keldi. 2009-yili 6-oyning 1-kuni Shvetsiya Yevropa Ittifoqining rais davlati vazifasini topshirib oladigan bir kun. Halbuki mushundaq bir muhim paytda, yana 6-oyning 4-kuni Shvetsiya soqchi taraf Stockholmdagi Jungo elchixonasiga chetilgan 62 yoshli jasus gumondorini qo'lga oldi. Biz Jungo hukumati bilan bir tarafdan siyosiy diplomatiya jihati ko'rilgan bu surkilishni qanday hal qilish, yana bir tarafdan Yevropa Ittifoqining raislik davlat vazifasini muvaffaqiyatli o'tkazib olish ishiga tangluj keldi. Shvetsiyadagi ko'plagan Uyg'urlar bu xabarni 6-oyning 5-kuni saharda Shvetsiyada eng ko'p tarqatilgan Metro nomli gazetdan ko'rdi. Qutlandan anglawatsizlar. Diqqatingizda Shvetsiyadagi Xitoy elchixonasiga chetilgan jasusluq delosi va uning bosh oxiri nomli hujjatlik radio programmasining jasusning qo'lga ilinishi nomli birinchi qismi. Shvetsiya Uyg'ur ma'rif uyushmasining shu vaqtdagi raisi Abdullah Ko'kyar apandi bu haqda mundaq aslama qiladi. Qaysi tarix iniq esimde yok. Düşenbe
degan bo'lsa kerak. Mishadik bir iltijochi qarindishimizninki ayol advokati shu iltijochi qarindishimizga tunji atdiganlik gazitni ko'rib telefon qilgan. Bu iltijochi qarindishimiz tunji bo'lib menga telefon qildi. 62 yoshlik bir Uyg'ur Xitoyga ishtiganlik josuslik munosabati bilan tutdi bugun atdigan. Bu sizchi kimdo deb. Menmo 62 yoshlik odamni Shvetsiyada shu vaqtda barmoq bilan sanoqli bo'lganligi uchun 60dan oshgan odamlarga telefon qilib baqdim shu vaqtda. Kim bor, kim yo'q deb. Baksam 60dan oshganlar bir necha bor ekan to'q. Shuning bilan burundan tatib chiqib shu odamga bo'lganligi uchun cho'qim o'sha odamdan chiqqan bo'lishi mumkin deb faraz qildik, lekin shu vaqtda hamdalik Shvetsiya axboroti 62 yoshda babining öz ismini atmaganligi uchun bizning bir tashkilot vakillik qilayotgan bo'g'ashqa Shvetsiyada bu xalq qanday sodi bu kim zodi e'lon qilishingni kerak sizlar cho'qim bilisizlar dedi. Biz bilamiz, lekin Shvetsiya hukumati ismini oshkorlamagan oshkorlamaymiz. Balki bu odam qonunda aqlab chiqishi mumkin yoki qarg'ilab chiqishi mumkin. Qonun buning etini qo'yib isbot bilan bilmedigicha biz aldirab bilmaymiz dedi. Ba'zi qarindoshlar bilan shu vaqtda shu Baburninki kimligini oshkorlamadi degan sabab bilan ko'ngilog'riq bo'lgan ahvollarmi bo'ldi. 62 yoshlik bu jasus gumondorining Shvetsiyadagi eng nuqtaliq ko'zitish obyektlarining biri bo'lgan Odil Hekimjon o'zining bu xabarni tunji anglagan vaqtidagi hissiyotini mundoq bayon qiladi. Shu xabarni anglabman o'zim qattiq hayron qoldim. Ketdim, bu jonli bir shashqirdak odam qolmadimi nima deb o'zim hayron qoldim. Madamdan o gumon qilmoqda, o'zim gumon qilmoqda. Oshkana Türksizdan bu adamdan xabar chiqdi. Uyg'urlardan birisi josusga mishatdi, bular josuslikdan Xitoy konsulga obodiya xabarlashib so'rab, bu kimdi bu deb o'zimizni oldirdik bu adamning kimligini bilishdi. Bir necha kundan keyin bu adamning aniqlandi va falon chiqadi dedik. O'zimizning qalbimiz aqligimizga ishonmay qoldik-da, bu qanday gap bo'lib ketdi. Bu adam kelgani bu adamni bana josuslik qildi deb o'ylamoqdim. Bek tushib ketdim, hayron qoldim, haqiqatan o'zimni bir uyg'ongandek bo'ldim-da. Ayni vaqtda Dünya Uyg'ur qurultoyining bosh kotiblik vazifasini o'tayotgan To'lqin Aysomo Shvetsiyada tutilgan Xitoy jasusining xabaridan hang-tang qolganligini eslab o'tdi. Biz bu xabarni shu vaqt matbuotdan angladim shaxsan ben va Dünya Uyg'ur tarafidan anglab biz haqiqatan intayin hayronchilik ichida qoldik-da. Chunki bu Babur 2008-yili Berlinda o'tkazilgan Dünya Uyg'ur qurultoyining Uyg'ur rahbarlarini tarbiyalash kursiga kelgan. Hatta 2009-yili bizning qurultoyga kelib ekan u Washingtondagi. Bu vaqtda men bu yerga kelmagan. Yani bir Xitoy uchun uchur ta'minlayman, Xitoy xizmat qilaman degan bir inson bizning kallamiz bo'yicha aytgan chaqda hamma nimaga qiziqqan, yo xotira olgan va yoki bo'lmasa aktiv ashyoda biroz gumonli harakatlarni inson sezish kerak endi. Buning Uyg'urchani yaxshi bilmaganligi uchunmi va yoki noiti kasbiy professionallashib ketganligi uchunmi, ya'ni biz bir narsa deyish qiyin. Bak insonlarga yaqin bo'lib bir uchur egallashib tirishib ketib qolgan va yoki bo'lmasa bir xotirlarni qilib qolgan bunda bir hareketli gumonli hareketlerini sezmeganda, onu sezmegen. Öz aldığında oturat haqi gap qilib bo'lmasa o'tirib yig'in qatnashib ketgan. Bunda bir sharoitda tuyuqsiz o'ylamagan bir insonning eng oxirida Shvetsiya saqchi bexatarlik doirali natijalar ko'zitish bilan uni faktlar to'plab tutdi-ku endi. Qanday haqiqatan deb biz biroz hayron qoldik. Demak, bu masalaga kelgan vaqtimizda, ya'ni jim turib olgan bundaq qana emas, biz nazar doiramizni texnik etishimiz kerak ekan. Texnik diqqat qilishimiz kerak ekan. Ya'ni Xitoy uchun xizmat qilgan odam biz o'ylagandagidek shubhalik harakatlarini ma'lum qilib emas, jimjit turgan şekilde Xitoy xizmat qildi ekan dedik. Onun ikinci, üçüncü misallarımız Germaniyadan ko'rdik. Ham keyin Germaniyada 4 kishining uyini aqtadi, 3-4 kishini Xitoyga josuslik qilish bilan ayblab, ularga tegishli qonuniy jazolarni berildi. Shu shaxslarga hech bir qachon bizning faoliyatlarimiz noit aktiv xizmat qilib ketgan va yoki bo'lmasa gumonli harakatlarda bo'lgan, hatto bizning 3 yilni yo'q ko'rmagan, hech bu ishlar bilan bir munosabat bo'lmagan, bizning ishg'ollarga kelib boqmagan insonlar oxir Xitoyning jasus bo'lib chiqdi-da hamiyada. Demak, bu hadislarni qilgandan keyin bizga ham bir tarafdan hayron bo'ldik, ya'ni bir tarafdan demak deb bir tajriba saboq yakunlanishimizga sabab bo'ldi. Qadrli radio anglag'uchilar,
Diqqətinizdə Şvetsiyadakı Xitoy elchixonasiga chetilgan jasusluq delosi va uning bosh oxiri nomli hujjatlik radio programmasining jasusning qo'lga ilinishi nomli birinchi qismi qutlandan anglayatsizlar. Programmaning oxirgi qismi davomli huzuringlarda bo'ladi.